Biz bugun Marg'ilon shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatidamiz. Hozir mana Marg'ilon shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati raisi Ikromjon Abdurahimov hamda huquqiy himoya mutaxassisi Saidxon Hafizovlar bilan fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar va ularni asosan shu sudlarda hal qilinishi yakunlari bo'yicha suhbatlashmoqchimiz. Sababi bugungi kunda Marg'ilon shahar jamiyati tomonidan sudlarga juda ham ko'p da'vo arizalar kiritilgan va ularni bir sabablari, qanday yakun topyapti ishlar, bu borada nima muammolar bor, shuni gaplashmoqchimiz. Hozir endi Ikromjon asosiy mana bu yilgi bir natijalarda oladigan bo'lsak, jami qancha murojaatlar tushgan edi, shulardan qancha sudlarga chiqarildi-yu, nima sababdan sudlarga chiqarildi, shu haqida bir gapirib bersangiz. 194 ta murojaat kelib tushgan bo'lib va bulardan 87 ta murojaatni o'zaro kelishib hal qilinmaganligimiz sababli sudlarga bular da'vo sifatida olib chiqdik. Hozirgi kunda ham bular protsessi yana davom etib ketyapti. Etap sekin sudlarda ko'rib borilyapti qolgan holatlar. Demak, o'sha murojaatlar o'rganish davomida ikkinchi tomon to'liq o'sha o'zini majburiyatlarini bajarilmaganligi, nizo sudgacha hal qilib bo'lmaganligi oqibatida shundan kelib chiqqan holatga kiritilgan. Xuddi shunaqa holatga kiritilyapti. Endi mana Saidxon, siz o'sha qaysi sohalar bo'yicha murojaatlarda sudlarga da'vo arizalar kiritilgan? O'sha mana 90 ga yaqin bo'lyapti. 94 ta. 87 ta murojaat. 87 ta murojaat bo'ladigan bo'lsa, 87 ta kiritilgan da'vo arizalari haqida, ularning bir qisqacha mazmunlari haqida gapirib bersangiz. Xo'p. G'ayrat aka, bugungi kunda o'sha 87 ta sudlarga kiritilgan da'vo arizalarini ko'p miqdori asosan issiqlik manbai bilan bog'liq. Chunki joylarda o'rganuvlar olib borilganda arizalar yuzasidan haqiqatdan o'sha issiqlik manbai tarmoqlari noto'g'ri ulanganligi yoki o'sha elevator, ITP qurilmalari deyiladi. Shularda o'sha ko'p qavatli binolarda yerto'la qismiga noto'g'ri o'rnatilganligi oqibatida aholi iste'molchilariga issiqlik energiyasi sifatli va o'z vaqtida yetkazib berilmagan. Shu holatlar bo'yicha ko'proq issiqlik manbai tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar, shu aniqlangan kamchiliklar yuzasidan sudlarga da'volar kiritilyapti. Undan tashqari o'sha 87 ta kiritilgan sudga arizalardan onlayn savdoda amalga oshirilgan o'sha noto'g'ri xatti-harakatlar, o'sha iste'molchiga noto'g'ri ma'lumot berish oqibatida unga yetkazilgan moddiy zararni qoplash yuzasidan ham shu onlayn savdo bo'yicha ham sudlarda da'vo arizalari kiritildi va bank sohasida shunaqa nimalarda hozir asosan kommunal sohasida ko'proq sudlarga da'vo arizalari kiritilyapti. Demak, shu kiritilgan da'vo arizalaridan hozir nechtasi to'liq ko'rilib nihoyasiga yetkazildi? Hozirda o'sha 87 tadan 15 ta arizamiz sud jarayoni ketyapti. Qolgan o'sha arizalarimiz hammasi sud orqali hal bo'lgan. Ayrim holatlarda o'sha sudlar tomonidan arizalar rad etilgan holatlari ham bo'lgan. Endi ko'p qismi emas, bitta yoki ikkita ariza rad etilgan holati bo'lgan, lekin o'sha ko'proq holatlarda iste'molchining foydasiga asosan kommunal sohasida o'sha noto'g'ri hisoblangan qarzdorliklarni bekor qilish bo'yicha sudlar tomonidan iste'molchining foydasiga qarorlar chiqarib berilgan. Endi hozir sudlar protsessida o'sha jarayonda qatnashyapsizlar. Mana shu jarayonlarda qanaqa bir muammolar kuzatilyapti? Mana javobgar tomon ko'pincha o'z vaqtida kelmaydi-da. Shuni oqibatida masalan sud jarayonlari keyinga qoldirilishi va cho'zilishi mumkin. Shunaqa holatlar sizlarning praktikalaringda ham bormi yoki javobgar tomon har safar chaqirilgan paytda kelib o'zini vaqtida qatnashyaptimi? Ko'p hollarda iste'molchilar ozgina sarson bo'lishiga to'g'ri kelyapti. Albatta o'sha javobgar tomonidan o'z vaqtida sudga kelmasligi oqibatida sudlar tomonidan o'sha sud arizasini keyinga qoldirish bo'yicha o'sha qaror qabul qilinyapti. Aytaylik, 10 ta kiritilgan da'vo arizasiga o'sha
10 kun mobaynida qatnaydigan bo'lsa, o'sha sudlarni qoldirilishi oqibatida 2 marta qatnashish, o'sha 20 kun davomida sudga qatnashish holatlari ham kuzatilib turibdi. Ikromjon, mana sizlarga o'sha nima fuqaro murojaat qilgandan keyin ish sudga oshirildi. O'sha darajaga yetgandan keyin fuqaro aytaylikki, endi ko'pchilik uchun bu ma'lumot shunda. O'sha sizlar 2 marta qatnaysizlarmi, 3 marta qatnaysizlarmi yoki bo'lmasa sud qancha davom etadi? Shu jarayonda fuqarolar ortiqcha ovora sarson bo'lib qolmasligi uchun qanday bir choralar qilyapsizlar? Demoqchimanki, fuqaro har safar borishi shartmi yoki sizlar o'zlaringga bir qandaydir ishonchnoma berib ariza bergandan keyin u qatnashaverasizlarmi shu masalada? Hayrat aka, bu holat bo'yicha ko'p hollarda shunaqa bo'lyaptiki, birinchi sud jarayonida iste'molchini o'zi borib qatnashib bergandan keyin, agar keyingi safar misol uchun kimdir sog'lig'i ko'tarmay qolishi mumkin, kimdir yoshi katta odam bo'lishi mumkin, biz suddan iltimos qilyapmiz, keyingi safar iste'molchini o'zi qatnashmagan holatda o'zimiz kelib buni vakili sifatida qatnashishda ko'p hollarda iltimos qilyapmiz. Sudyalar ham bu holatga xo'p deb javob berishib, keyingi sudlarda ko'pincha biz o'zimiz borib qatnashyapmiz. Agar iste'molchini o'zida interes, qiziqish bo'lib, keyingilarda borib men o'zim yana qatnashaveraman degan holat bo'ladigan bo'lsa, iste'molchini o'zini bevosita o'zimiz birgalikda olib borilyapti. O'zi ham sud jarayonida o'zi qatnashib kelyapti. Oshcha sarsongarchilikni oldini olish maqsadida biz aytyapmiz, agar xohlasang keyingi sudga qatnash, bo'lmasa biz o'zimiz sudyalarga iltimos qilyapmiz-da, keyingi sudda haqiqatda buni o'sha joyda yashashi, qolgan holatlarda o'zi gapirib bergandan keyin keyingisiga qatnashmasa ham bo'laveryapti sudga. Demak, sizlar o'sha fuqaroning nomidan o'zlaring sud prosessi qancha davom etsa, qolganini o'zlaring davom ettirib, oxiriga nihoyasiga yetkazyapsizlar. Albatta. Endi o'tgan yili ham mana sizlar tomonlaringdan 19 ta, mana 183 ta murojaat ko'rgan ekansizlar o'tgan yil davomida va shuni 19 tasi sudga kiritilgan ekan. Va shu 400 million so'mga yaqin iste'molchilar foydasiga qayta hisobga, ya'ni undirilgan moddiy ma'naviy zarar. Endi joriy yildagi sudlarga qatnashganlaringiz soni ortgan bo'lsa ham, lekin summalar u darajada emas. Shu nimaga shu farq bo'lyapti? Albatta G'ayrat aka, bu savol o'rinli. O'tgan yilgi holatimizda 19 ta da'vo kiritilgan bo'lsa, bitta sug'urta masalasi bordi, summasi ozgina kattaroq edi buni. Shuni hisobiga jichchaligi summa kattaroq chiqqan. Hozir kommunal sohalarda bilasiz 1 million, 2 million, 3 million so'mgacha qarzdorlik bor edi xolos. 19 tani ichida hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bu summa 100 millionga yaqin bo'lsa, qolgan 300 millionga yaqin summani hali sug'urtaning summasi qoplab ketib, shuni hisobiga summasi kattaroq. Hozirgi holatda ham mana etap-etap ketyapti. Kimdadir 1 million, kimdadir 1,5 million, kimdadir 3 million qarzdorliklar peniyalari bilan 500 ming so'm qo'shilgan peniyalari bilan etap sud orqali yo'q bo'lyapti. Kimdir holati 50% ga. Misol uchun hali isigan holati bor, isimagan holati bor, hozir kommunal soha deyaptilar. Shunaqa 50% ga, misol uchun 3 million qarzdorligi bo'ladigan bo'lsa, 1,5 millionini chegirib yuborgan holatlari bor. Kimdadir to'liq yo'q bo'lib ketgan. Misol uchun stayaga o'tib ketgan holatlar bo'lgan, xonadonga issiqlik ulanmagan, faqatgina tik quvurlar o'tib ketgan. Ularning ham hisob-kitob 100% hisob-kitob ketavergan. Hozirgi sud qarori bilan bular 100% yo'q bo'lgan qarzdorlik, ularga misol uchun 2 million qarzdorlik hisoblagan bo'lsa, 2 million qarzdorligini batamom kechilyapti. Qolgan holatlarda shunaqa holatlar bor. Isigan xonadonlarimiz bor ekan, bularning 50%, misol uchun peniyasi olib tashalgan holatlari bor. Shuni hisobiga summalari ozgina tafovuti bor. Ammo har bitta kelayotgan murojaatda iste'molchining foydasiga hal qilinyapti. Demak, son va sifat jihatidan bu narsa yaxshilanib borilyapti. Endi masalan o'sha sizlarda bu sud amaliyoti jarayonida shunaqa holatlar ham kuzatilyapti. Masalan, shu sud eshigiga borganda mana moderatsiya to'g'risida qonun bor, aytaylikki, yoki bo'lmasa ikki tomon kelishib, javobgar tomon aytaylikki, bo'ldi, sudda ko'rmaylikda, shuni kelishaylik degan holatlar ham bormi yoki hammasi shu sudga albatta kiritilib keyin hal qilinadi? Yo'q, G'ayrat aka, bunaqangi holatlarimiz ham bor. Bitta holat bo'lganki, bitta bog'chaga borishib,
shartnoma qilishgan. Shartnoma qilgandan keyin bitta odamga o'ziga indamasdan qolgan sheriklarini ham 4 ta 5 tasini shartnomasini bitta odamga biriktirib chiqib ketishgan. Keyin bular bergan tavaridan iste'molchilar juda norozi bo'ldi. Sifatsiz ekan, u ekan, keyin menga bitta shartnomaga men o'zimga 4 ta 5 ta odamni biriktirib qo'yibdi degan xatti-harakatlar bilan qilingan ariza yuzasidan o'rganishlar olib borganimizda borib bu holatda o'zaro kelisholmadik tadbirkor bilan. Mana u berib ketgan mahsulotingni hech qanaqangi servis hujjati yo'q. Bilasiz o'zingiz sotilgan har bir tovarga, misol uchun muvofiqlik sertifikati, keyin servis hujjatlari rasmiylashtirib, keyin bitta odamga ikkita odamni biriktirib shartnoma qilish mumkin emas. Shunaqangi holatda shunaqangi shartnoma qilib chiqib ketishgan. Chiqib ketishgandan keyin bu holatni o'rgandik. Oxir sudda siz aytmoqchi sud eshigini tagiga borganimizda bu ikkinchi tomonidan kelishaylik, javobgar tomonidan kelishaylik degan holat bo'lganda sudga kirdik. Kirgan joyimizda bular o'zaro biz hal qilamiz, bularning kreditini to'liq yopib beramizda shartda o'zi sudni to'xtataylik degan taklif bo'lgandan keyin xuddi shunaqa kelishuv asosida mediatsiya to'g'risidagi qonun bo'yicha o'zaro kelishdikda suddan da'voni qaytib oldik. Bular kredit summasini to'liq qoplab berishdi. Endi mana shu borada olib borayotgan ishlaringizga biz omadlar tilaymiz. Charchamanglar. Mana shu xalqimizni iste'molchilik huquq manfaatlarini birinchi navbatda buzilishini oldini olish bo'yicha qilayotgan ishlaring bor. Targ'ibot, tashviqot, aholi o'rtasida tushuntirish ishlari, seminarlar, davra suhbatlar. Qolaversa mana ikkinchisi fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash borasida olib borayotgan ishlaring bor. Endi agar o'sha jarayonda asosiy arizalarni, fuqarolarning murojaatlarini asosiy qismi o'sha jarayonda hal bo'lyapti. Bu butun federatsiya tizimini olganimizda ham shundoq. Endi demak oxirgi o'sha chora, ya'ni murojaat ikki tomon hal qilish imkoniyati bo'lmagandan keyin u nizoni demak sudga olib chiqyapsizlar va masalani to'liq nihoyasiga yetkazish yo'lida mehnat qilyapsizlar. Sizlarda bu borada olib borayotgan ishlaringga biz omadlar tilaymiz va mana shu bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimiz nomidan sizlarga rahmat aytamiz.